Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Bugungi obzorimiz Toshkentdagi asosiy ofisimiz avtosalonimizda Otabek aka bilan birgalikda tanishtiruv obzorini qilib beramiz. Bahodir, bizda gruzovoy mashinadan tashqari yana yengil mashinalar ham bor. O'shalar bo'yicha ham klientlarga tushuncha berib ketgan. Xo'p bo'ladi. Hozirgi kunda Sardor Avtoinvest Chang'an avtomobillaridan, yuk mashinalaridan tashqari yengil avtomobillarni ham sotuv bilan shug'ullanadi. Ya'ni bizda birinchi avtomobilimiz Chang'an CS55 Plus modeli, benzinli avtomobilimiz 1,5 litrli turbo naduf va 181 ot kuchiga ega. Maksimalli komplektatsiyada sotuvda bor, mavjud. Narxi esa $24,990 dan sotilyapti. Va keyingi avtomobillarimiz Chang'an Unique juda chiroyli, hozirgi kunda hashamatli, ancha obro'ga ega bo'lgan avtomobil. To'liq benzinli, motor obyomi 2 turbo, 226 ot kuchiga ega, maksimalli komplektatsiyada sotuvda mavjud. Hozirgi kunda 21-asrdamiz, juda chiroyli qilib ishlangan dizaynda o'zigacha. Va bu avtomobilimiz narxi hozirgi kunda 30 mingdan sotilyapti va uni 3 xil rangda bor. Ya'ni mokra asfalt, oq, qora ranglarida sotuvda bor. Chang'an avtomobillarimizda yengil avtomobillardan tashqari bizda yuk avtomobillarimiz 2 tonnadan 5 tonnagacha bo'lgan avtomobillarni ham sotuv bilan shug'ullanamiz. Otabek aka, 2 tonnali avtomobillarimiz to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Yaxshi. Hozirgi kunda mashinalarimizni ko'rib turganingizdek, 280 ga 160 bortli mashinalarimiz bor. Mana narxlarini ham yozganmiz. Bizda hamma to'lovlar bor. Muddatli to'lovlar bor, kredit bank orqali to'lovlar bor. Undan tashqari mashinamiz hozirgi kunda nalichida bor, bemalol to'lab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu mashinamizning xususiyatlari: hozirgi kunda yozda konditsioneri bor, 88.4 ot kuchiga ega, bemalol 2 tonnagacha yuk ola oladi. Mashinamizda bezaviy salon, undan tashqari hozir chexol, poliklarni ham zo'r zavodskoylarni olib qo'yganmiz. Ulardan ham kelib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz ramalarini ko'ryapsiz. Juda baquvvat, mustahkam ishlangan. Hozirgi kunda bu mashinalarimiz dillerimiz faqat Chang'anni shu modelini olib kelamiz, chunki bu mashinalarimiz bizning O'zbekiston yo'llariga, dalalariga mos, baquvvat mashina. Keyin ancha-muncha raqobat mashinalardan kuchliroq. Chunki sinovdan o'tgan, motori millionlik, undan tashqari 90 talik ballonlari bor. Bu 90 talik ballon bilan bemalol 250-260 km yuradi. Keyin benzinda ham, gazda ham birda yuradi mashinalarimiz. Xususiyati zo'r. Undan tashqari mana har xilini yasab qo'yganmiz. Tent, aligabond, 3 metrliklari, 30 xil model mashinamiz bor. Kelib, ko'rib, mazza qilib minib ko'rsanglar ham bo'ladi. Hamma to'lovlarimiz bor. Yana bir marta aytib o'taman, kredit, naqd pulga, undan tashqari bo'lib to'lashga, mana shu O'zbekistonda nima to'lovlar bo'lsa, hammasi bizda bor. Xo'p, Chang'an Labo avtomobillarimizdan tashqari bizda universal mashinamiz bor. Chang'an double kabinamiz. Bu avtomobilimiz 5 o'rindiqli, orqasi bortli, gazli zavodskoy. Akam aytganlaridek, zavodskoy gaz. Benzinli mashinaga gaz qo'ysa, bilasizlar, unchalik mashinani tortishida yaxshi tortmaydi. Zavodskoy gaz benzinda ham, gazda ham bir maromda, bir xil tortishda, bir xil nagruzkada yuradi. Bizda hozirgi kunda yangilik bor. Double kabinamizni bortini yana ham uzunroq, ya'ni 2 metr 50 sm, ya'ni 2,5 metrligi ham kelgan sotuvda mavjud. Bemalol kelib, Sardor Avtoinvest avtosalonimizda xarid qilsangiz bo'ladi. Chang'an avtomobillarimizda tentli furgon avtomobillarimiz bor. Buni hozir mana ko'rsataman, qarang. Orqa zashitkalari qo'yilgan bo'ladi. Tent uzunligi 3 metr, eniga 1.60, balandligi esa 1.75 bo'ladi ichki qismi. Tentimizga sifatli mahsulotlardan va baquvvat metallardan ishlangan, ichki qismi fanera bilan qoplangan. Bu bilasiz, oziq-ovqat sohasida ham ishlatsa bo'ladi, qurilish mollarida ham, xullas universal tentimiz. Bundan tashqari tentli avtomobilimizdan tashqari mana furgon avtomobillarimiz ham bor. Furgon tashqi qoplamasi alikafondan, yon eshikli. Ya'ni tovar olib churishda ancha qulaylik beradi. Va orqasi ham eshikli, jami 3 ta bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa uzunligi 3 metr deylik va uni 280 ligi ham bo'ladi. Eniga 1.60, balandligi esa 1.75 bo'ladi.
xuddi shunaqa baquvvat metallardan ishlangan, sifatli qilib ishlangan asosiysi. Oyoq qo'yib tushish ham qulaylik keltirilgan. Xo'p, Chang'an avtomobillarimizda zavodskoy xolodilnik avtomobillarimiz ham sotuvda bor. Hozir ayni moment shunaqa, ya'ni kun issiq xolodilnikka bo'lgan ehtiyoj ko'p. Xo'p, bu avtomobilimizda -5 gradusli agregat qo'yilgan va uni yana -10, -15 gacha ham qo'ysa bo'ladi. U agregatlarimizdan ham наличиеda, ya'ni sotuvda mavjud. Xo'p, zavodskoy budkamiz qalinligi 8 sm bo'ladi. Eshikdagi rezinkalariga e'tibor bering, iltimos. Qarang, rezinkalarini har bitta anaqasida ham, oralig'ida ham qo'yilgan. Ya'ni issiq sovuq havoni ushlab turish maqsadida qilingan narsa. Xo'p, ichki qismi fellari bir parrelli, ichkarida mana bunaqa zavodskoy ajoyib ishlangan vaflili qilib. Hozirgi kunda qovun, tarvuz, umuman taxta, uzun materiallar, korobkalar, katta og'ir narsalar olish uchun qo'sh balonli mashinalar so'rashyapsiz. Qaysi birini taklif qilgan bo'larding? Xo'p, hozirgi kunda Otabek aka, bizada Chang'an Porter avtomobilimiz bor. Bu avtomobilimiz zo'r tarafi o'sha aytganingizdek qovun tarvuz sezoni bilamiz. 200 talab yoki umuman bilmayman hajmini 3 tonna, 3,5 tonna yuk ortishadi. U avtomobillarda umuman qovun tarvuz dehqonchilikdan tashqari qurilish mollariga, qurilish sohasida juda zo'r ish berayotgan avtomobilimiz Chang'an Porter avtomobillarimiz. Bu avtomobillarimiz haqiqatan qo'sh balon, oldi orqa resor, oldi orqa balonlar razmeri bir xil, bilasiz, boshqa raqobatchilarda orqa balon kichkina but film bo'ladi. Shunaqa. Oldi orqa balonlari bir xil va bu avtomobilimiz 2 atmosferni 122 ot kuchiga ega zavodskoy gazda bo'ladi aka, zo'r taraf. Va bu avtomobilimizning 4 metrli bortlari bor, spalnili variantlari bor, marhamat, mana 340li bo'ladi. Orqasida ani shahar bo'ylab yurgani qulay, haydovchilarimizga ham ancha qulay. Spalnili varianti bor aka. Va orqa borti 340 bo'ladi. Xo'p, Otabek aka, ko'rmani o'tiryapsiz o'zingiz. Qanaqa aka? Qulaymi, kengmi ichkarisi? Ha, ham juda baland ekan mashina, ancha. Avtomobilimiz Otabek aka undan tashqari konditsioner bor. Mana bu chillada ko'rdingiz, juda issiq bo'ldi. Konditsioner qo'yib olib, maza qilib, bemalol yuraverasiz. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ABS tormozlash sistemasi bor aka. Bilasiz, ABS tormozlash sistemasi baribir ancha qulay bo'ladi. Bundan tashqari rullari gidravlika, boshqarishda juda ham qo'l keladi. 5 pog'onali mexanik korobka va o'rindiqlar soni 3 kishilik. Boya aytib o'tganimdek, avtomobilimizning orqa qismida ozgina joyi bor. Shopirlar tilida spalni deydi. Spinkani bitta tushirib ko'ring mana. Qalay aka? Birpas dam olib, masalan, yo'lda odam ko'p charchaydi-yu, o'shanga qulay ekan. Chunki uzoq yo'lda borib yuramiz va shahar ichida ham odam dam olib, ayniqsa mana issiq kunlar ishlasa bo'ladi ekan. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Xullas, qo'pol qilib aytganda avtomobilimiz g'irt o'zbekona ishlangan aka. Avtomobilimiz gaz, metan bilan joylashgan, hajmi 100 litrli. Bu 100 litrli bilan shaharda 150-160 kilometr masofa bosib o'tsa bo'ladi. Va undan tashqari avtomobilimizning ochiq bort holatidan tashqari tentli, furgon, izoterma va xolodilnik avtomobillarga ham buyurtma asosida yasab beramiz. Chang'an Porter avtomobilimizni ham dubl kabinasi ko'rib turibsiz Otabek aka. Shu to'g'risida ham juda ko'p savollar tushyapti. Ya'ni dubl kabina bormi Porter avtomobillarimizda? Bu to'g'risida ham ma'lumot berib o'ting Otabek aka. Hozirgi kunda eng kerakli mashinalardan bittasi, dubl kabinani juda ko'p odam so'raydi. Bu ko'proq quruvchilarga, keyin akfachilarga asqotadi. Chunki mana bu strela qo'yib, hali ko'p odamlar bu mashinamiz to'g'risida ma'lumot bilmaydi. Bu mashinamiz ham 144 ta ot kuchi, motor объем 2, undan tashqari tsep motor, millionlik. Hozirgi kunda paxtazorlarda xitoyliklarning o'zi ham maza qilib minayotgan mashina mash bo'ladi. Mitsubishi motor. Undan tashqari zavodskoy metan, keyin mana ko'rib turganingizdek 3 metrga 186 juda keng mashina. Keyin bu qo'sh balon, bu mashinani hali uncha odam bilmaydi. Keyin mashinani mana ko'rib turibsizmi, balandligini. Shaharda juda ham ko'p baland mashinalar ko'payib ketgan. Shuni hisobiga bu ham juda baland. Kech paytlari yurgan paytingiz faralar, dalni, blижний, tumankalar, ertaga qish kunlari ABS, hamma tomonlama eng kuchli mashina bo'ladi.
Bu mashinamizda hozirgi kunda 5 o'rindiqli chiqqani, o'sha yangi dizayn telefon qo'yadiganlari bor, konditsionerlar. Umuman bu mashinani olgan odam mazza qilib minadi va baraka topadi. 10 yildan kam minmaydigan mashinalar mana shu bo'ladi. Mashinamizni maqtaganga arziydi. Sababi ko'p Xitoy mahsulotlari O'zbekiston kirib kelyapti. Eng sifatlisini biz olib kelamiz. Shu Dilliston sifatlisini olganmiz. Bundan tashqari mashinamizni ko'rib turganingizdek, resorlari ko'p mana balandlikda turibdi. Har turpoqlarning ichiga kirib qolmaydi, ham baland, amortizator bor. Undan tashqari mana bu qovurg'asi xuddi avtodorojniy institutiga o'xshab ko'rsatib qo'yganmiz. Sababi bu mana baklari 7 litr, mana korobkalarining ko'rinishi, hamma narsasi oddiy, ABS'lari. Bu mashinada murakkab narsa yo'q. Hozirgi kunda 1 krug, 1,5 krug yurgan odamlar bor. Undan tashqari перегруз bo'lganda ham mana bunaqa joylardan sinmaydi. Hech qatini svarka qilib yurmaysizlar. Mashina haqiqatan ham baquvvat. Undan tashqari mana salonlarning ko'rinishi, metallari baquvvatligi ancha aqlli. Sababi 1 yil, 2 yilda mashinani almashtiravermaysiz. 10 yil kamida minasiz. Xuddi bizani Devo avtosalonlariga o'xshab. Zapchastlar ham o'shanga yarasha, bunga hamma kerakli zapchast olib chiqib qo'yibmiz. Zadniy most, korobka, motor, hamma narsa bor. Kelajakda minib almashtiraveраman degan paytinglar ham hamma narsa bor menda. Dachi kuzovlargacha olib chiqib qo'yibman. Har xil holat bo'ladi, DTP bo'ladi. O'tdan betdan qidirib yurmaysizlar. Hamma ustalar o'zimizda, shu orqa tomonimizda, mana salonimizning orqa tomonida servislar joylashgan. Undan tashqari motoris, elektrik, ko'cha-kuyda qatta qildirar ekanman deb qidirib yurmanglar. Bizani mashinani olib turib, pul zarbi birovga sotib yuborsanglar ham, o'shalarga aytinglar, bizda servislar bor. Ko'p ko'chada yurgan paytimda odamlarga aytaman, servisimiz bor. Ko'cha-ko'chada motorlarni qidirib yurmanglar, zapchast qidirib yurmanglar deb aytaman. 24/7 meni o'zimning telefonim ishlaydi. Har doim murojaat qilinglar. Balonlari 14. Undan tashqari diskalari shunday qilinganki, ertaga sal yamaga qayilib qolsa ham to'g'rilab minib ketadigan darajada. Litiy diskalar emas. Zavodskoy balonlari ham bitta krug yurib beradi. Keyin bizani mashinaga har doim balonlar topiladi. Kattasi kichkina set. Bu balonlarni kesanglar, masalan, undan ham zo'r yuk ortganda yanada yaxshiroq ishlaydigan balonlarni ko'rsatib bera olaman. Changan Porter avtomobilimizda ham mana xolodilnik qo'ysa bo'ladigan zavodskoy izotermasi bor. Bu ham xuddi shunaqa. Avtomobilimizni hozir sezon vaqti deydi-yu, issiq havoda zo'r bo'ladi, issiq sovuq havoni ushlab beradigan 3 eshikli, orqasi furgon, yon eshigidan qalinligi 8 sm bo'lgan, o'sha sendvich deydimi, o'shandan yasalgan. Ancha baquvvat qilib. Hozirgi kunda eng zo'r mikroavtobuslarimiz bor. Turistik poyezdkalarga zo'r ish beradi. Undan tashqari mashinamiz ikki yo tomoni ham bunaqasi ochiladi. Bu mashinalarimiz pervalli любой cho'qqisini oladi. Nivalar chiqolmaydigan joylarda ham mana shu mashinamiz chiqadi. Sinovdan o'tgan. Motori 1.6, zavodskoy metallari bilan. Keyin undan tashqari balonlari ham juda chiroyli, diskalari ham chiroyli ishlangan. Любой sezon yoz, qish bemalol ishlatasizlar. Sababi konditsionerlari bor. 9 o'rinli, 11 o'rinli mashinalarimiz bor. Xuddi shunaqa mashinamizni -18 gradusga xolodilnigi ham bor. Agar olaman deganlarga -18 lik xuddi shu modelimni xolodilnik qilinganlari ham bor. Keyin bu mashinani yaxshi tomoni mana bu yoqdan ko'rsatishim mumkin. O'tirib ko'rganda mana rul, gidravlika, monitorlari hammasi chiroyli. Keyin uzoq yo'llarga ham charchamasdan yursa bo'ladigan mashina. Bemalol Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, tog'li joylar, Perival, любой гостевой mashinani anaqasini oladi. Shuni beradi mana. Mashinani ko'rib turganingizdek, bejli salon, undan tashqari monitorlar mana, yana bir marta aytaman. Keyin konditsionerlarning ishlashi ham yaxshi. Shu mashinalardan bemalol tavsiya beraman. Hozirgi kunda mana 5 yildan beri shu modellarimiz ko'chada yuribdi. Bemalol so'rab surishtirsanglar ham bo'ladi. Keyin mashina juda ham baquvvat. Kuzovlari ham baquvvat chiqqan. Motori ham 1.6 sep motor Mitsubishi. Avtomobillarimizdan Changandan tashqari Kama brendi asosida avtomobillarni ham sotuv bilan shug'ullanamiz. Bu avtomobillarimizni Kama Samasval, Kama ochiq bort va Kama furgon avtomobillarimiz ham sotuvda mavjud. Bu avtomobillarimiz qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ob'yom motor 2.7, 150 ta ot kuchiga ega
va 5 tonnagacha bo'lgan yuklarni ko'tarishga moslashgan. Xo'p, avtomobillarimiz to'g'risida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki Sergeli metro 2-bekatdagi bosh avtosalonimizga tashrif buyurib, yana batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Avtomobillarimiz har doim shu narsaga e'tibor bering. Pul topar avtomobillar, tikkan pulingiz albatta sizga barakasi bilan qaytadi.